xolamizni oyoqlarida tuz bor ekanmi shunda? Ha, spora degan kasallik bor. Xalqimiz oyoqqa tuz yig'irish deb ataydi. Bosganda og'riyotgan ekanda. Ha, tomonlarda bosganda og'riq bo'ladi, yurishga qiynalishadi. Xuddi pichoq sanchganda og'riq bo'ladi. Necha marta kelsak mana shu narsadan qutulamiz aka? Hozir 5 marta kelinsa, shu og'riqlardan batamom qutulish mumkin. Ana, bu apparat mayda zarba berib tuzda eritar ekanda. Enalarimiz tolqon qilish uchun qattiq nonni kelida nima qiladi? Urib beradi. Xuddi shuni singari bu ham yirik hajmdagi tuzlarni mayda qilib eritib tolqon qilib beradi tuzda qilib. Ana. Shuna qilib xuddi keyin uni hijoma qilib polni suvda borsa bo'ladi. Uni ham o'zingiz qilaverasiz. Uni o'zimiz qilamiz. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Manzil so'zini qoldirsalar, Akmal akamning manzilini ichkalarga tashab beramiz o'rtoqlar. Shu tovonida tuzi bor onaxonlarimizni, hojdadalarimizni olib kelasizlar. Akmal akam o'zi nazoratga oladi. Telefon nomerlarini ham tashab beramiz kelishiga. Bu muolajani Akmal akam master klass qilib ko'rsatib berdi, lekin erkaklarga erkaklar, ayollarga ayollar xizmat qilishadi. Bemalol qo'rqmasdan kelsalar ham bo'laveradi.